ilaha illalloh, Allahu akbar. Muhammad Rasulullah, ya Habiballah. Allah. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Dünyanın her qaysi joylardagi Uyg'ur musulmon qarindoshlarim, Allah subhanahu va taolaning salomi sizlarga bo'lsin. Jonijon payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga durud va salomlar bo'lsin. Vatanimiz Sharq Turkistonga pat arada hurlik bo'lsin. Zalimlarning zulmatga to'lib ketgan, zulmga to'lib ketgan ashu faşist lagerda yetayotgan qarindoshlarimizning eng yaqin fursatda shu zulmdan qutulishga Allah subhanahu va taolo nasib qilsin. Sil bizni shu zulmning ko'tarilishiga sabab qilsin. Hurmatli qarindoshlarim, ig'ir kunlar va ig'ir imtihonlar bo'lsa, Allah subhanahu va taolaning shaxslarga va millatga taqdir qilgan bir ilohiy qonunidir. Biz bu dunyoda yashagan ekanmiz, imtihoni qilinamiz va shundaqla bir millat, bir ummat imtihoni qilindi. Hayot o'xshash bir ritmda davomlashmaydi. Bu asla mumkin emas. Chunki Allah subhanahu va taolo Tabarak surasida shundaq deydi: "Allazi xalaqal mauta val hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah deydi, Allah subhanahu va taolo sizlarning qaysinglar amalning eng yaxshisini qiladi deb Allah hayotlikni va o'limni yaratdi deydi. Demak, qaysinglar ishning eng yaxshisini qiladi, qaysinglar qilmaydi, qaysinglar yaxshi, qaysinglar eski, qaysi to'g'ri, qaysi xato, mushu haq bilan botil, to'g'ri bilan xatoni ayirish uchun, yaxshi odam bilan yomon odamlarni ayirish uchun Allah subhanahu va taolo ma hayotlikda bir imtihon borlig'ini dedi. Bir oyat Allah subhanahu va taolo shunda dedi: "Liyamizallohul khabisa minat tayyib." Allah nachar bilan yaxshini ayirish uchun sizlarni imtihon qildi deydi. Demak, Allah subhanahu va taolo bizni imtihon qilish uchun yaratganligi, bu hayotlikning xarakteri imtihon ekanligini bizga Qur'oni Karimning bir necha oyatida bayon qilgan. Masalan, Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam islomdan iborat bu haqiqatni kishilarga yetkazish jarayonida Rasululloh va Rasulullohning sahobalari tatmagan azoblar, beshidan o'tkazmagan ig'ir kunlar qolmagan. Ammo ma'lum vaqtdan keyin hidoyatning bu nuri Arab yerim oralda, Sham Suriyalarda va Parisninki yurtlarida umumlashgan. Hamda har qanday bir inson bo'ladi ekan, chuqum bu hayotlikda bu insonning ko'nglini yerim qildigan, turmushini bisaramjon qildigan va har xil ko'ngil og'ritadigan ishlarga duch kelishi bu bir tabiiy ahvol qarindoshlar. Ammo kishilarning mushu beshiga kelgan musibatlarni, beshiga kelgan imtihonlarni qabul qilishi her bir odamning Allohga bo'lgan iymonining o'xshash bo'lmasligi bilan qabul qilishmi o'xshash bo'lmaydi. Va shundaqla bu beshimizga kelgan musibatning xarakterini tushunish va bu musibatga bo'lgan qarashimiz, tushunchimiz, e'tiqodimiz, tasavvurimizning o'xshash bo'lmasligidan bu musibatga bu qarta muomalamiz, musibatga qarta hareketimiz o'xshashmaydi. Hamda bizningki bugungi asosliq demoqchi bo'lgan gapimiz qarindoshlar,
Endi biz bir krizisda, bir musibatda yaşayapmiz. Endi insonning axloqi va insonningki yaxshi yomonligi mushu krizislik kunlarda naytbek namoyon bo'ldi qarindoshlar. Haqiqatmi shundoq? Haqiqatning xarakteri qarindoshlar. Krizis duch kelgan chaqda haqiqat bilan botilninki aniqlik darajasi nayt yuqori bo'ladi. Bu imtihonning foydasi shu. Bu ig'ir kunlarning foydasi shu. Biri biz bu ig'ir kunlarda o'zimizning xarakterini texim yaxshi bilalaymiz. Atrofimizdagi odamlarning xarakterini yaxshi bilamiz. Biz ne maşallah qarajim, voy damullam, palani shoir, palani degan odamlar imtihonda o'xshamaydigan bir insonlar bo'lib qoldi. Biz ko'zga ilmaydigan normal odamlar imtihoni vaqtida bu odamlarning xarakterining ne qadar esilligi, oltungu tegishsiz haqiqiy bir musulmonga yarasha, haqiqiy bir Uyg'ur xarakteriga, Uyg'ur ruhini, isil ruhini o'zlashtirgan shaxs ekanligini mushu ig'ir kunlarda bayqala olamiz. Endi bugungi darsimizningki mazmuni bo'lsa, shuningga krizis axloqi va axloq krizisi. Mushundaq ig'ir kunlarda bizda ba'zi go'zal axloqlar bo'ladi, ammo ba'zi nachar axloqlarmi mana shu krizislarda namoyon bo'lib qoldi. Biz shuningga bugungi darsimizda musulmonlarda shu ig'ir kunlarda namoyon bo'layotgan ba'zi axloq, ya'ni krizis axloqini bayon qilamiz va biz duch kelayotgan axloq krizisini bayon qilamiz va krizis axloqi va axloq krizisi deb atadik buni. Masalan, men mushu vatanning ahvoli ig'irlashqili bir 2 yil bo'lib qoldi. Burun tumu ig'ir bo'lib ketgan, ammo favqulodda ig'ir bo'lib bir 2 yil bo'ldi. Mush jarayonda ajoyib namunalik esil insonlarni ko'rdim. Kambag'allikqa vaqmay nihoyat sehi, oddiylikqa vaqmay nihoyat tirishchan va jasur va fidokor. Maşallah, yani neçə qitim ko'nglimda deb ketibman, ya Allah, bu Uyg'ur millati nima degan esil millat. O'ylamag'an saxovatchilar, o'ylamag'an fidokorlar, o'ylab baxmagan mush odamdan bir ummatga yaxshilik kelami deb o'ylamag'an bir odamlardan ummatga ajoyib yaxshilik kelayotgan. Endi oz sonda kishilar bor. Ba'zida bu kishilar bo'lsa odatli kishilar, ammo biz necha vaqtdan nayt cho'ng bo'lib kelayotgan siyosiy arboblarimiz va qorim damollamlarimiz va so'nkasi gap bermaydigan nurg'un ziyolilarimizningki bu ig'ir kunlarda darhol beshini ichiga tiqib millatni unutib o'zining jini bilan qolganini ko'rdik. Mana bu ig'ir kunlarda buni bilib oldik biz. Shuning uchun ba'zida mana shu ig'ir kunlar siz biz uchun ajoyib cho'ng ne'mat qarindoshlar. Bo'lmasa biz nurg'un odamni yo'g'on bo'lib yuramiz. Nurg'un yaqin og'illarimizni og'in deb umidimizni bog'lab, oilamizni qurbon berib og'illarimizdan birga o'tamiz. Nurg'un vaqtimizni isrof qilamiz. Mush imtihon bo'lmasa shularning bir saxta, ya'ni chapan kiyvaganni bilinmaydi. Shundan Alloh subhanahu va taolo dedi: "Liyamizallohul xabisa minat-tayyib." Sizlarni Alloh imtihon qildi, nachar bilan yaxshilarni farqlantirish uchun dedi. Endi krizis vaqtida bizda ko'riladigan eng ig'ir axloq krizisi bo'lsa, qarindoshlar, o'sha to'l gumonxo'rlik. Bu naytım şu krizis düşüyorsun bir-birimizden gumon qildigan, bir odamga bir ishonmaydigan, davomli hayotimiz iztirob ichida, tushkunlik ichida mushundaq bir illat paydo bo'lib qoldi. Bir-birimizga ishonmaydigan. Ammo Qur'oni Karim bo'lsa bizga nima degan? Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kaseeran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismun deydi. Ey Allah iman etgan kishilar,
sizlar hargiz gumon qo'ymanglar deydi. Bu bir pixsiq kasal qarindoshlar. Ammo bu kasal insoniyatda bo'ladi. Ammo mening his qilishimcha, shu krizislik kunlarda texim eg'irlashib ketib bordi. Gumonxo'rlik, hech kim ishonmaydigan ajoyib bir musibatda bu. Bu millatning davosiga, millatning o'mlikiga, millatning ittifoqligiga ig'ir darajada buzg'unchilik keltiryapti. Ma islom dinida bir odamning ziddiga aniq bir pokit bo'lmasa, u odam chuqum pok hisoblanadi. Bu qoidani bilib olaylik qarindoshlar. Sen bir odamga nisbatan qo'lingda aniq bir shu odamningki bir qilmishiga, ya'ni shu odamni bir tuhmat chaplag'idak yoki shu odamning gumonlanig'idak qo'lingda pokit bo'lmay turib, bu odamning gumonlanishing din nuqtasini ilib qotgancha xato. O'zingdagi bir pixsiq kasal. Shunga Alloh subhanahu va taolo ya ayyuhallazina ey Alloh iymon etgan kishilar ijtanibu kaseeran minaz-zann inna ba'daz-zanni ism. Siz ko'pincha gumonlardan jiroq turinglar deydi. Ya'ni gumon qo'ymanglar. Chunki gumonxo'rlikning o'zi bir jinoyat deydi. Shuning uchun qarindoshlarimiz shu illatni biz tugutishimiz kerak. Voy biz Uyg'urlarning ichida ajoyib esil odamlar bor qarindoshlarimiz. Biz esil bo'ldi ekanmiz. Men qoidani bilinglar qarindoshlar. Uyg'urchada hamma odam o'zining qayoshi bilan deydi. Qaga, kapta, tuq bilan deydi. Men hayotlikda o'zimning tajribasidan va Qur'oni Karimda mush mazmunda oyatlar bor. Va kullun ala shakilati deb. Hamma odam o'zining xili bilan bo'ldi. Biz yaxshi bo'lsak, biz esil bo'lsak, chuqum Alloh subhanahu va taolo bizga o'zimizga loyiq odamlarni avatib turdi. Dunyoda yaxshilik tugmaydi. Dunyoda yaxshi odamlardan mumkin emas xoli bo'lmaydi qarindoshlar. Shuning uchun shu krizis axloqida bizda ko'riladigan birinchi axloq gumonxo'rlikdan jiroq bo'lish. Gumonxo'r bo'lmaslik qarindoshlar. Ikkinchisi shu qarindoshlar orasida bir echinishlik bir ahvol bor. Yolg'onchilikning ko'payib ketishi. Hammamiz bilamiz qarindoshlar. Men sizlarga yolg'onchilikning shunda bir yomon gunohligindagi payg'ambar alayhisalom sahobalar haqqoncha xatolik o'tkazsa kechirib o'tadi. Ammo yolg'on cho'p qilsa payg'ambar alayhisalomning chiroyi o'zgarib, shu yolg'onga odam gunohiga tövbe qilib o'ngshalgan qadar Rasululloh gap qilmaydi. Shuni Qur'oni Karimda qutilal xarrasun, yolg'onchilarga Allohning la'nati bo'lsin, balki qutilal xarrasun degan gap yolg'onchilar o'limga loyiq degan bo'ladi ma'nosi. İmam Tirmizi rahmetullohi alayhi naql qilgan hadis sharifda al-kizbu ya'dilu shirk deb bor. Yolg'onchilik shirk bilan o'xshash. Shirk Alloh kechirmaydigan, Allohning dargohida ig'ir gunohning birisi hisoblanadi. Shu nimada ko'rildigan krizis jarayoni ko'rildigan yana bir ig'ir ahvol bo'lsa qarindoshlar, mush oiladagi mehri shafqatning yo'qolib ketishi. To'g'ri, nurg'un oilalar bor, nihoyat yaxshi o'tayotgan namunalik oilalar bor. Ammo biz bir azbaz bir talibul ilm bo'lganlikdan nurg'un shikoyatlarni anglaymiz. Qarab baqsaq, mush Uyg'urlar hozir chet elda mush ajrishish, oiladagi jirikchilik, oiladagi so'g'aqchilik haddidan hisobsiz bo'lib ketib bordi qarindoshlar. Nima uchun degan chaqda biz bilamiz. Hozir hammamizningki psixikasidan chataq chiqig'liq, kallimizdan chataq chiqig'liq. Bu besim bizda bir xil iztiroblikni paydo qilig'liq. Buni tushunamiz. Lekin biz mu'min musulmon qarindoshlar. Mu'min musulmon imtihon bo'lgan sari texim tavlanib, texim no'chilishib, texim tamkinlashidi. Xuddi oltinni o't qisasa, zaltaylar chiqitib, sab oltin qolgandek. Bu asli mu'minning sifati qarindoshlarimiz. Biz mushunda chaqda bo'libmi erkaklar oilamizni qo'ynimizga, bag'rimizga besishimiz kerak. Ayollarningki ulama ota-onasidan ayrildi, tuqqanlardan ayrildi, jutidan ayrildi. Bu ayollar bu jihatdan kelgan chaqda sal erlar qolgan chaqda ojiz keladi. Shuning uchun erlar cho'qim chet elda ayollarning shu jutda ota-onasidan ayrilgan shu mehrini tuluqlab berish bir krizisning axloqiy qarindoshlar. Mush krizda bo'lgan har bir musulmonda bo'lgan axloq. Va shundaqmi ayollarni tirishib, mush erlarning nervisini tinchlantirishda
o'zining rolini joriy qildirish kerak. Bu qanday bo'lib ketdi qarindoshlar? Biz zulmdan hasrat chekayotgan bir millat o'zimizning ayoliga zulm qilsak, ya'ni ishak kuching yetmasa ur tuqumni deb butun ochchig'imizni oiladan chiqarsak, oralliq oilamizni ochiqlab, oralliq qilib bolalarimizga dardimizni olsak, biz qanday musulmon? Shuning uchun mushu krizisdagi musulmonlarning axloqi bo'lsa, so'g'aqqonlik, nihoyat muloyimlik, nihoyat mehribon bo'lish. Mana bu krizisdagi kriz duchgan musulmonlarningki eng go'zal axloqlarining birisi shu. Hamda shu yana shu krizisda musulmonlar duch kelayotgan krizga og'ir masalaning birisi qarindoshlar. Musulmonlarga bo'lgan, ya'ni qarindoshlarga bo'lgan tuyg'uninki susilishib ketishi. Qarindoshlik tuyg'usi, millatdoshlik tuyg'usi, tuqqandochilik tuyg'usi, og'indochilik tuyg'usi, qo'shindochilik tuyg'usi, mash tuyg'ularning susilishib ketishi qarindoshlar. Ey vatanda butun bir mahalladagi odamlar bir-birimizni taniydiq, bir-bir ulab kesib bordiq, og'rib qolsa yo'qlaydiq, tamoq o'ltirishdiq. Shunda bir-birimizga mehr berdik. Bu chatala chiqib nima bo'ldi qarindoshlar? Nima bo'lib ketdik? Hammamiz tekshiraylik. Hech qaysimizga gap qo'shaqmaydigan, hech qaysimizga ish qo'shaqmaydigan, og'ini qo'shaqmaydigan, mehmon qo'shaqmaydigan, ey Uyg'ur xarakterining, Uyg'urning urf-odati bu yo'q qarindoshlarimiz. O'ylab bakinglar, biz Uyg'urlar odatda uyga tunimaydigan odam kelsa, dasqonni echib, qattiq nonni qo'yib, choy demini qo'yib, xush keldi, obdan keldingiz, tinchlikmi deydigan bir millat bu. Masalan, sizlar bo'lishi mumkin. Mening dadam odatda masalan masjidga chiqdi-ku atinginsa. Mush masjidga yot bir odam kelib qolsa, darhol shu odamni uyga nashtilqqa boshlab keldi qarindoshlarimiz. Biz cho'ng bo'lsak, ota-onamiz mushtaqdi. Hozir biz nima bo'lib ketdik? Buningdan texmi ig'ir bir kasal var. Millat mushundaq ig'ir kuniga qolgan vaqtida o'zining jini bilan, o'zining turmushi bilan, o'zining halokchiligi bilan qolgan mandaq vijdonsiz bir odamlar paydo bo'lib qoldi. Bu vijdonsizlarning ichida ichinishli xiri ziyolilarimiz var, jamiyat arboblarimiz var, vatanga vasa to'din urun aldıgan qarindoshlarimiz var ve texim içinish xiri ahlilarimiz var. Yani axunumlarımız var, yazgıçılarımız var. Ma Uyghur milletinin çoğunları kene qarindoshlar. Hey, bu nima bo'lib ketdi qarindoshlarimiz? Bu ya Uyg'urchilikning urf-odatiga, Uyg'urlikning axloqiga yot bir ishma bu. Ma dinimizga yotma bu qarindoshlarimiz. Ma millat manda sakratga tushib qolgan vaqtida mandaq nachar axloq bizda ko'rilsa bo'lmaydi. Hey, biz kimning ummati? Biz Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamning ummati. Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam mushundaq vaqtlarda qanday qiladi qarindoshlarimiz? Masalan, sizlarga bir misol so'zlab beray. Bir kunsi Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam masjiddan chiqib turishiga 4-5 odam bir qabildan keldi. Heli qarasa, heli odamning chochlari cho'q, chiroylarini to'pa bosgan, kiyimlari jitiq, yollarda faqat qilish esilgan. Ammo qarislam kambag'alligi, muhtoj ekanligi chiqib turgan. Rasululloh uy kirib, uydan chiqib, matrabga minib, oxir mashkilib, "Ey musulmonlar, qarindosh, yordam qiling" deb to'lab ketdi qarindoshlarimiz. Şular musulmonlar aç tapqindan chiqib, oxirsi bir odamda bir o'chim xo'min chiqib tashlabdi. Rasulullohning chiroyi vallid ichilib kulib ketdi qarindoshlarimiz. Shundan bu chiqib ba'zi to'ttal xoma, birachini bug'doy, ashunda ochiq sharqiliq nurg'un narsa to'planibdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam berdi. Ya'ni mana bu bizning payg'ambarimiz qarindoshlar. Ey Rasulullohning davrida 70 qori shahid bo'lib ketibdi. Bir oy duo qilib yig'ladi qarindoshlarimiz. Bir oy duo qilib 70 odam o'lib ketib qolsa, bizning 70 ming, 700 ming hatto millionlab odam turib olsa, qani bu odamlar qilsan nima bo'lsan? Sen qaysi payg'ambarning ummati? Sen Uyg'urmi bo'lsan? Ey ma'qul Uyg'urim bo'lma, musulmon bo'lma, sen bir insonlik yo'qmi qarindoshim? Bizning uchun, bizning masalamiz uchun chet ellik inglizlar
qon yomg'iri yig'lab ketibdi qarasak. Biz shu qarindoshlarimiz. Men yana necha qatim deyman, har qanday bani sabablaring. Voy ani qilsam mavlamiki, manda qilsam tuqqunimni oqilamiki, vallahi billahi hech qanday bani sabablar bu Uyg'ur millatini tashib etishga hargizim bani bo'lmaydi. Voy hadis sharifda man lam yahtam bi amrul muslimin falaysa minna deydi. Musulmonning ishiga ko'ngil bilmagan odam bizdan emas, bizning safimiz yo'q deb payg'ambar alayhisalom deydi. Qanday ko'ngil biz qanday qilsak ularning masalasiga ko'ngil bilgan bo'lamiz. Ularga aqllisi duo qilish, ularning qiyinchiligini dunyoga tunutish, ma qarindoshlarimiz ma ig'ir kuni qilyotdi deb buni xalqaro haqqoniyatni suydigan kishilarga tunishtirish, qo'limizda iqtisod bo'lsa iqtisodni, kuch bo'lsa kuchni, yuz obro'y bo'lsa yuz obro'yni, mushlarni mush millat haqida sarf qilish. Qarindoshlar, buningdan boshqasi hammasi quruq gap. Vallahi billahi tallahi bu millatning beshiga manda ig'ir kun kelgan chaqda voy men ani qilyapman, Kabe'ga berib men haj qilyapman, voy men talib o'qityapman, voy hammasi quruq gap qarindoshlar. Ma bu xiyonat, dinga qilingan xiyonat, millatga qilingan xiyonat, ma u bizning Sharq Turkistonga qilgan iyonat qarindoshlarimiz. Mana bu bizda ko'rilayotgan eng axloq krizisi ma bu qarindoshlarimiz. Mana men bugun demoqchi bo'lganim shu. Masalan men O'rta Osiyoda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimga shunda deyman, qarindoshlarim, O'rta Osiyoda 1,5 million Uyg'urlar bor. Qani sizlar? Siz Uyg'ur emasmi? Sizlarning qarindoshlaringiz turmida, lagerda yo'qmi? Siz zolimdan marhamat, Xi Jinpingdan insof tilab mana o'ltiramsizlar. Mush kommunistlardan insof tilab, voy o'tib ketdi. Ey qarindoshlarimiz, ma huquqlarga men iniq shuni sizlarga deb qo'yay. Oldi bilan vatandagilarni bir-birlab yo'qitdi. Ularni yo'qitib bo'lsa, Tejtixonlarni yo'qitdi. Ularni yo'qitib bo'lsa, biz sirtki Uyg'urlarni yo'qitdi. Ularni yo'qitib bo'lsa, Qozog'iston, Qirg'izistonni, Xitoylar yeydi. Ma u alaqi gumonlanib o'ltirmanglar. Mashining o'zi bir haqiqat qarindoshlarimiz. Biz Uyg'urlar ularning gelligi turib qolgan bir sunak. Bizni yutibsa, Qozog'iston hozir bizni tashib etganlar shu chaqda pushaymon qiladi. Biz Xitoyni mush O'rta Osiyoga, hatto Turkiyaga, Arab dunyosiga tajovuz qilishga tusib qolgan biz bir to'sma. Hozir insonlar buni tushunmayotdi. Bizni yeb bo'lsa Xitoylar boshqalarda nashchilik qiladi. Ba'zilarda tushlik tamqini yeydi, ba'zilarda kechki tamqini yeydi qarindoshlarimiz. Ammo buni insonlar tushunmayotdi. Shuning uchun sizlar biz o'zimizning g'amini o'zimiz yemasak, o'zimizning dardini o'zimiz qilmasak, bizga kim yordam qildi qarindoshlar? Alloh subhanahu va taolo in tansurulloha yansurkum. Sil Allohning diniga sil yordam qilinglar, lekin Alloh yordam qilsin deb shart qildi bizga. Ya'ni Allohning yordam berishi bizga shartlik. Biz o'zimiz yordam berishimiz. Biz o'zimizning dinimizga, o'zimizning davlatimizga, o'zimizning obro'yiga, o'zimizning nomusiga ega chiqqan vaqtida Alloh biz ega chiqadi. Ey canım qarindoshlarim, qinisizlar degim keladi. Qo'lingdan faqat ish kelmamdi. Qachonliqcha bu vahimidan, bu kommunist vahimisidan, bu shaytonning vahimisidan qachon qutulsizlar qarindoshlarimiz? Ey qinisildagi bir Uyg'urda bo'lgan xislat, boturlik, jasurlik. Ey biz deganing nurg'un boturlar chiqmadimi? Abdug'ani Botur, Nuzugum, u Botur qani bizda qarindoshlarimiz? Qani Allah subhanahu wa ta'ala Qur'on-i Karimda, hadisda bizga zulmni qarshi turish va musulmonlarning g'amini yeyish. Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda nima dedi qarindoshlarimiz? Masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim masalu al-jasad deydi. Musulmonlar o'zaro birga kuyinishda, bir-biriga mehribon bo'lishda, bir-biriga do'st bo'lishda bir gavdaga o'xshaydi deydi. Men dedim Rasululloh dedi, musulmon bir tan, bir gavda. Agar uning ash putning uchidagi emas, barmoqning uchida misha og'rib qolsa, ma beshining cho'qqisi tuk topindiki ang ostiya voyjan deb to'g'laydi. Mu'min buning o'xshaydi deydi. İnnemal mu'minuna akhwa. Mu'min sizlarning qarindoshlar. Ey bu biz nima biz qarindoshlarimiz? Biz nima biz? Shuning uchun
Maş O'rta Osiyodagi qarindoshlar bo'lsin, dunyoni haqiqatda yashagan qarindoshlar bo'lsin. Ey millatning mollalari, millatning ziyolilari, millatning peshqadamlari, millatning avangardlari, mana bu kunlar bizning kunlarimiz. Bu kunlar Allohning kunlari. Hozir mana mush imtihondan o'taylik, bu baxit. Ma zulmga qarshi turish, Alloh bergan zolimga qarshi turish fursatni siz bizga beribdi. Vatandagilar turmada amalsiz qolganlar, agar amali bo'lsa qanchalik qildiganlar hozir tushgandamdi. Biz mana tinimiz sağlamçığımızda, kulumuzdan iş kıldıgançığımızda, yançığımızda az-baz pul bağçığımızda, keçini olap, tınıqını olap, bir yandan kol çıkarıp, bir yakıdan baş çıkarıp, ma küreşini kılıp olaylı, muşunun özü Allah'a kılgan en çok ibadet. Ma krizistin çılalık en yaxşı halatda ötüp biteyli kardeşlerimiz. Hem de muşu kriziste, ben dedim, bu krizis günlerde nurgun isli adamlar var. Yüzü yemey, yüzü içmey, Allah'ın dini için, Allah'ın rızalığı için işletilgan. Ben nurga uçurab ketdi bu adamlar. Ben acayip təsirlenip ketdim. Ay bazı adamlar aş pullarını milletga xaşlığa vaqtida men sizlarga rast gapni qilay qarindoshlar. Allah ko'rib turibdi. Ko'nglimda men mush diniy o'quvchi bo'lib qolgacha, mush odamchilik pul tepib, mush odam yordam qilgan bo'lsam, nima degan isil deb orzu qilib qoldim ash odamlarni. Ash odam yemay, ichmay, ma millat uchun, ma din uchun deb ash pullarni sarf qilgan vaqtida va millat uchun borlig'ini otganligi va buni samimiy şirketlerin ifadelerini görüp ben aşağı arzu qilib ketgan qarindoshlarimiz. Men maş din o'qidim, uni o'qidim decham, mush adamchilik bir samimiy adam bo'lmasam, Alloh balki menga bir rahim qilib qoladi deb. Ammo uning aksicha qarindoshlarimiz, uning aksicha millatning dardini pul qilib sotadigan, millatga quruq gaplarni sotadigan, millatni qonjig'ilitib badiliga pul topadigan, milletning hozirgi ahvoliga qat'iy ko'ngil bilmaydigan, xuddi millat boshqa bir planetda, o'zlari bir planetda yashayotgandek yashaydigan mushundaq insonlar bo'yotdi. Mana bu bizda vatgan krizis axloqi va duch kelayotgan axloq krizisi qarindoshlarimiz. Mana bu nachar illatlarni biz cho'qim o'ngishimiz kerak. Endi mushu meningki mushu krizisni bayqagan, ya'ni ig'ir axloq krizisi bo'lsa, shaxsiyatchilik qarindoshlar. Ajoyib shaxsiyatchilik. Hatto bu shaxsiyatchilik shunda darajadaki o'zini o'ylaydigan, o'zining balvoqini o'ylaydigan, o'zining turmushini o'ylaydigan shunda bir insonlarni ko'rdim. Ash vatanda qarindoshları, hatta men bilime dadısı, aksi, hatta bazı qarindoshlar o'lib bo'lsa, g'ing qilmay jim yetayotgan insonlar bor. Qani sendeki vicdan. Men iymon islomdan gapirmayman. Sende bir insonlik vicdan yo'qmi? Kafir o'tirib olsa, bir chiqib ma zolim meni o'ltadi, ma u bir jinoyatchi, ma bir mazlum deyishga yaramagan insonlarni ko'rdim. Bu bir axloqiy krizis. Bu axloqiy krizis qarindoshlar, biz duch bo'lgan axloq krizisi bu. Chuqum biz dadillik bilan o'ttirib chiqib, zolimning zulmini pash qilishimiz kerak. Ma zolimning zulmga sukut qilganligining o'zi shaytonlik qarindoshlar. Men deb qo'y gapimga ega. Nima o'zi keldayman gapimga ega. Mayli mollang ol, mayli ziyolaring ol, mayli kim bo'lishidan qadar mush zulmni sukut qilib, g'ing qilib pashida g'ingshib, ma xalq bilan bir maydonga chiqib, zolimga bo'lgan maydonini aniq ifodalamay, voy men indaqdim, voy hozir mening iqomatim yo'qdi, voy pasportim yo'qdi, men xatarga tavakkul qila olmayman. Kötü onda banani. Allah subhanahu va taolo bizga bir hayotlikni berdi, erkakdek yashashimiz kerak. Biz Uyg'urlar deymiz o to'shqandek 1000 yil yashagacha, yo'lbosdek 1 yil yashaydi. Qani bu falsafasimiz bizningki? Bu hazır millet sakrat düşse, muşunun bana sebep izleş ketemde, bana sebep bunda fazla kubul bulmaydı qarindoshlarimiz. Mesela sana bir muallim deptu, bir yıldan keyin imtihani var. İmtihani 13 ayının 25-sida. Men sana bir yıl burun dep koydum dep qo'yib, imtihan vaqtgan chaqda qo'sim ag'rib qoldi. Osh qushini tilib qolib sen bu o'zing qubul bo'lamdi. Va yo'l besiqkan, yo'lda trafik qilib qolsang qubul bo'lmaydi. Men sana bir yıl burun dep qo'ygan deydi. Bu hozirgi bizning ahvolimizda hech qanday bani o'zir qubul bo'lmaydi qarindoshlar. Bu kallamizda aniq bo'lsin. Hamda
biz dedik qarindoshlar, mushu nimada bir ig'ir krizislar bo'lyotdi deb. Shu ig'ir krizislarda ko'rilayotgan, ya'ni axloq krizisi bo'lsa, mushu insonlarning bexillashishi qarindoshlar. Men ashuna bir ishni ko'rdim. Vatanda xal yomon emasdik. Bir-birimizga yordam qilatdik, yetim insonlarga yordam qilatdik. Hatto musulmonlar Ramazon vaqtlarida ash masjidga iftorlik o'ratdik. Voy palon talib yoki palon odam doktorxonada qani bu chet elga chiqiblam, biroqlam bizda bir qattiqlik yuz berdi. Men hayron qolaman juma. Hozir biz ash pulni deydigan, mal dunyoda deydigan vaqtma qarindoshlar. Biz sahobalarning hayotini o'qimadikmi? Sahabeler ig'ir kunlarda uylarini tang bo'lishmadimi, mollarini tang bo'lishmadimi, boylar kambag'allar ega chiqmadimi qarindoshlar? Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda sharri ma fir rajul al bukhlul hali' val jubnul khali' deydi. Bir insonda bo'lgan eng yomon illatlarning birisi iztiroblik, yani iztiroblik bir yoki vahimilik bir bexillik deydi. Nima degan gap vahimilik, bexillik degan gap? Ya'ni kelgusdan ansirab, pulni tugishdan ansirab ketib, voy men chet elda qanday qilaman deb, Allohga tavakkul qilmaydigan vahimilik bir bexillik deydi. Ikkinchisi iztiroblik bir qo'rqinchoqlik deydi. Yani davomli qo'rqish, kelgusdan qo'rqish, atidan qo'rqish. Bidam Xitoydan qo'rqayotgan, birdam hukumat o'yinidan qo'rqayotgan. Bu erlarda tepildigan, inson tepildigan eng yomon ichki xislat deydi qarindoshlar. Yani ensizlik tutulish, davomli ensiz, qo'rqinchoq, davomli qanday qilaman, tutami, solami, voy pasportim tugab ketdi. Ey qarindoshlarimiz, Alloh bor. Biz hargiz biz Allohni tashlatmasak, Alloh bizni tashlatmaydi. Biz hozir materialni sulab qolganimizmi qarindoshlar? Bizda Alloh tavakkul qilish ro'yi yo'q. Biz u faqat qanmadi hozir. Aş hemmimizlam özümüzün işimizden laqab qalatımız. Ey ma millet tüyep kitip bardı qarindoshlarimiz. Ma vatanda dinimiz tüyep kitip bardı qarindoshlarimiz. İnsaf qilayli, Allohdan qo'rqayli. Voy mazmut beşimizni tik ko'tarib yashayli qarindoshlar. Beşimiz kelganini ko'ramiz. Voy bu dunyo deganning qarindoshimiz mang'uluk dunyo emas o. Alloh ma rizq bilan ajalni onamizning qo'sig'ichada putib etgan bo'g'ini bo'ldi qarindoshlarimiz. Va bir erkakdek musulmondek yashab baqsaqchi, yonchiqimizni pul turib pulni tuyab ketishdan qo'rqib atgan. Xotirjam yashab turib, ats ulti o'g'ins bo'ltab bundan qo'rqib atgan va qo'rqitib atgan taxi. Mana bu mush illatlar, mush krizisda namoyon bo'lgan illatlarning birisi qarindoshlar. Shuning uchun bu ahvollar bizda tugash kerak. Ana shu krizislik kunlarda bizda ko'rilayotgan yana bir ahvol bo'lsa, oddiy ishlarga chechiladigan, yo'qlang ishlar bilan boshqalardan og'rinadigan. Shu turmushdagi nurg'un ishlarga, millatningki davosiga, az to'la masalan imzo to'plash deymiz, guvohlik berish deymiz, namoyish qilish deymiz, ish qilib xat yozish deymiz, ishlarga bak sus qaraydigan. Millatdan qaqshaydigan, boshqalardan qaqshaydigan bir xil xarakter bizga paydo bo'ldi. Bunda xarakter qachon bo'ldi desanglar, mana shu kriz kunlarda bo'ldi. Buni hammasi kasallar qarindoshlar. Men dedim, asli bu ig'ir kunlar bizni tavlaydi. Bizni kelajakdagi ishlar uchun, muhim ishlar uchun bizni tavlaydi. Biz bunda chaqda noit tamkin, noit so'g'an, Allohga bo'lgan ishonchimiz. Men abi darsning 5 dedim. Bizni beşiğin musibat keladi, o musibatga qarta inkosimiz va musibatga tutgan meydanimiz o'xshashmaydi. Bu o'xshashmaslik Allohga bo'lgan iymonimizning o'xshashmasligidan kelib chiqqan dedim. Mana shu qarindoshlarimiz. Qarab baqsaq bu ajoyib bir xil Uyg'urlar ichida patparaqchilik, bir xil iztirob, bir xil vahima, bir xil ansizlik. Ey qarindoshlarimiz, Rasul akram sallallohu alayhi vasallam bir kun yigidek ishing bo'lsa, yotqidak yering bo'lsa, sen şu kunning podshosi degan qarindoshlarimiz. Qani bizdagi tavakkulchilik ruhi, qani bizdagi bu islomiy ruh qani. Men hozir ajoyib bir ishlarni ko'ryapman. O millat, och singillarimiz ashada bir daqiqani o'tkazish uchun qon yig'layotsa, miyada hammamiz o'zimizning halakchiligida. 5 yil, 10 yillik ishlarni o'ylab, plan tuzishib, materialni so'rab ketdik biz hozir.
Bir mu'minning sübut qolmadi bizda. Bizning qarindoshlarimiz ma Turkchada bir gap bor. Ma ish muhim, qolganimiz tafarruat deb. Ma vatanning davosi, millatni qutqizish biz uchun shu hayotda qolgan hammamiz tafarruat, qolgan hammamiz quruq. Buni bilinglar qarindoshimiz. Yashsak shuning uchun yashaymiz. Bo'lmasa bizga yana ustidan yana ti yaxshi. Qo'rqmanglar qarindoshlarimiz. Nima datil, nima ansizlik bu? Bu to'g'ri emas qarindoshlarimiz. Tamkin bo'laylar. Ruhliq bo'laylar. Bu bir masala qarindoshlar. Endi deyishinglar mumkin. Mushundaq bo'lib qilishi nima sababdan degan vaqtida nurg'un sabablar bor. Endi men mush sababni bayon qilishdan burun mush iztirobli kunlarda eng ko'rilayotgan ish qarindoshlar, mushu yog'an xabarlarning, tayin yo'q xabarlarning ijtimoiy uchur vositalari taqitilishi va bu xabarlarni biz bir tekshirmay turib boshqalarga taqitish. Masalan, ajoyib gaplar. Biz buni qilyapsa, uning ta'sirisiga qilayotgan. Hech qaysimiz bilmaymiz bu gap nereden kelyapti. Bu gapni qilayotgan odam kim u? Men sizlarga qarindoshlar, WhatsAppda shundaqli ochimiz, Facebooklarda shundaqli ochimiz, WhatsAppdan buni hambarlaymiz. Bu bir xato qarindoshlar. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a deydi. Anlığanның hammini başqalarga deb o'ltirish yetib aşadigan günah, yetib aşadigan yolg'onchilik deydi. Shuni mayli Facebookda bo'lsin, mayli mushu WhatsApplarda bo'lsin, har qanday bir gapni anglasanglar, oldi bilan buni o'zinglar yaxshi anglanglar. Ana lekin bu gap to'g'rimi, xatomi? Bu gapni kim deyotdi? Buni bir deyish salohiyati odam deyotdi yoki hech kim ko'rmagan odam telefon hozir qarindoshlar, bir kichik bola bir doktorni 2 soat avval qila oladi. Ay gap qilyapsa, qarshi bir kishi bo'ldi, ko'mgangina telefon aylab nurg'un kaskilava, o'ltirib o'z oldiga falsafa o'qiydigan. Men mush krizga eng cho'ng masalaning birisi mushtaq ushoq gap so'z larning taqilishi, tayinliq yozmalarning taqilishi va buni taqatsa bizning o'xshash taqitishimiz biz duch kelayotgan axloq krizisi bu. Shuning uchun buni taqib to'xtab qolmaydi, chunki dushmanning hilisi to'xtab qolmaydi. Masal bizda, buni taqimsin demaymiz, bu chuqum taqaydi. Chunki ashula odamlar bor. Siz biz angliq musulmonlar buni taqilishga yordam bermasligimiz kerak qarindoshlar. Qat'iy bunga yordam bermaylik. Demak, endi nima uchun shunday ishlar bo'ladi desa qarindoshlarimiz, biz dedik bu hammasi nachar axloqlar. Buni kishilar nima uchun shu oila duch kelgan krizis, millatlik bo'lgan tuyg'umizni, millatga bo'lgan ko'ngil bo'lishimizni yo'qotib qo'yishimiz, shundoq qalaymiqan yolg'on yovdoq gaplarni bir nima qilmaylam, bir to'g'ri xatoligini ayirmaylam taqitishimiz. Men yuqori degan barliq krizislarning kelib chiqishi birinchisi musulmonlarning mush axloqning islomdagi ig'irligini his qilmaganlar. Qarindoshlar, İmanını ölçeydiğen cin taraz ahlak. Kimnin ahlakı güzel olsa onun imanı çın. Hemmimiz bilimiz. Bu ahlak diyenin insanların ortak bir birlik gelgen bir fazilet, bir nokta bu. Hem insanlar ahlakını yaxşı gördü. Lakin dinimizde ahlak imanını ölçeydiğen taraza. Kıyamet günüsü Resulullah'ın on tarafında Allah'a en yakın oturduğun kişi ahlaklı kişi. Bunu ben sözle böltümeyim. İkincisi qarindoshlar, bu dindarlığımızdaki bir acizlik. Muş sebepten dindarlık acizliğimiz, Allah'a bo'lgan imanımızın acizliğinden bu muş işler kölüyordu. Üçüncüsü, İslam'daki bo'lgan düşüncemizninki natoğırlıqdan. Yani bizim dinle bo'lgan düşüncemiz, dinle bo'lgan qarışımız to'g'ri bo'lmaganlikdan bu gap chiqyapti. To'rtinchisi qarindoshlar, muş bizlarda örneklik shaxslar bak oz bo'lyapti. Men hayron qolaman. Örneklik, isil, fazilatlik shaxslar nihoyat oz bo'lyapti. Shuning uchun ziyolilarimiz, xonim o'limalarimiz, olimlarimiz kishilar orasida o'rnak bo'lib ishining oldiga o'tish kerak. Shuning o'xshash bu ishlarning ko'p chiqishi bizning mana shu dunyo parastligimiz. Abiya dedim ya, material so'kit bormaymiz deb. Buningdan kelib chiqadi va shunga o'xshash musulmonchilik qarta tushunchimizning, sapoyimizning to'g'ri bo'lganlikdan bo'lyapti bu ishlar. Shuning uchun men mushaqda hamda bir musulmonlarga bir foydasiga tazakkir inna zikra tanfa'ul mu'minin. Sen ularni ogohlantirsang, mu'minlarga ogohlantirish foyda qiladi, manfaat yetkazadi degan bo'yicha men buni so'zlab o'tirdim. Endi buni qanday qilib
bu illatlarni tugatalaymiz desak qarindoshlar, chuqum biz mush axloqning dindagi o'rnini his qilishimiz kerak. Ya'ni men dedim, axloq dinimizning javhari. Axloqsiz din mavjud emas. Buni bilaylik. Axloq yo'q yerda din yo'q. Men deb qo'y, axloq yo'q odam Kabe'ga berib yetib olsimi, Qur'onni yeb ichib olsimi, axloq yo'q odamda din yo'q. Buni bilib qo'yaylik. Endi ikkinchisi, mushu bizning mushunda bo'lib qilishimiz, Allohga hisob beradiganni unutib qolganlik, oxiratni unutib qolganlik, qabrni unutib qolganlik, o'limni unutib qolganlik qarindoshlar. Mushu nurg'un sababli biz mushkuna qoldik hamda. Shuning uchun har qanday bir mu'min mana mushundaq krizislarga duch kelgan vaqtida, mushundaq ig'ir kunlarga kelgan vaqtida chuqum nihoyat go'zal, axloqliq, til ros, gipi güzel. Allah subhanahu wa ta'ala vaqulu linnasi husna dedi. Gap qilsanglar güzel gap qilinglar dedi. Kishilarni haqoratlamayli, tillamayli, ijtimoiy turbigatlarda bir narsa yozsa qarindoshlar, boshqalarni tillaydigan, boshqalarni haqorat etadigan ishni qilmayli. Masalan, mushu Umar ibn Abdul Aziz deydigan bir kishi bor. Bu kishiga bir odam dedi: "Men aş dinning aş postkallasini ikki ig'iz gap bilan deb bergan. Dinni men ajoyib bir ixchamlab bergan" deb xat yozgan vaqtida nim deb javob bergan desam, qarindoshim, bu din degan bak cho'ng din. Buni ikki ig'iz gap bilan bildirib o'g'ilmaydi. Bu bak cho'ng masala. Lekin men sana shunday nasihat qilay. Agar qo'lingdan kep qolsa, musulmonlarning qiniga kirma. Ya'ni senda jon qarzi bo'lmasin. Ya'ni kishilarning jon qarzi bo'lmasin. Ikkinchisi, kishilarning milni yema, kishilarning haqqini yema. Üçüncüsü, kishilarning obro'yiga til tekkizma. Mush ishni qilasan, alhamdulillah sen nati yaxshi dindor. Din asosiyatin mushada ifodalandi deb degan qarindoshlarimiz. Shuning uchun mening deydigan gapim, qarindoshlarimiz, mushu krizislik kunlarda axloqimizni yaxshilayli, nachar axloq bo'lsa o'ngshayli. Bizda hozir ko'rilayotgan krizis axloqi va axloq krizisi mush uqumni yaxshi tushunayli. Allah subhanahu wa ta'ala hammamizga manfaatlik ilm ato qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. La ilaha illallah, Allahu akbar, Muhammad Rasulullah, ya Habib Allah, Allah.